do'stim, qadrdonim, yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Go'sht beraymi? Jo'ra, ha? Yo'q, pul kerak. Pul hammaga kerak, nima? Bitta senga kerakmi? Nima? Qarzga pul kerak. Endi menga qara, Jo'ra. Pulim bor, lekin qarzga pul bera olmayman. Nega? Shartnomam bor. Kim bilan? Mana to'g'ridagi bankni ko'ryapsanmi? Xo'sh. Ana shu bank bilan shartnomam bor. Bank go'sht sotmaydi, men qarzga pul bermayman. Shunaqa. O'zi nimaga kerak senga pul? O'ylanayotgandim. Mebel olish kerak. Mebelni kelin tomon qilmaydimi? Yo'q, men erkakman. Men qilaman. Malades, men haqiqiy erkak. Mana shu gaping uchun borki, daqiqa yurda. Jannat makon mebellar uyi. Nafaqat mebellar uyi, balki gilamlar saroyi. Bu baroka, maqbul savdo. Beraboki pul bilan kelish shart emas. Sen pasport bilan kelsangiz bo'ldi. Xullas sizga ham kerak emas. Pasport o'ziga xohlagan narsangizni olib chiqib ketasan. Endi pasport o'zingizdan ketdik.